Hovlidan umuman farq qilmaydigan огородli zo'r bitta uy topdik. Birinchi etajda joylashgan ushbu uyimiz fayzligini hovliga o'xshar ekan xuddi. Shaxsiy собственный podvaliga ham ega ekan. Ortiqcha narsalarni podvalga tushirib qo'yaverasiz. Podval yonida ayvoni, so'risi ham bor. Choy ichib o'tirsangiz ham, mehmonlar kutib, to'ylar qilsangiz ham bo'laveradi. Xonadonga ikkita eshik o'rnatilgan, nejiloy qilib biznes boshlab olsangiz ham bo'laveradi. 4 xonali 76 metr kvadratli xonadonimiz remontlari idealniy holatda. Metro yaqin, barcha transport qatnovi bemalol, lokatsiya zo'r, infrastruktura qulay. Sanuzellari razdelniy. Bog'cha, maktab, magazin, aptekalar bir qadam. Uy ichida Wi-Fi, domofon, video nablюдениялarigacha bor. Uy ichida gilam, parda, jaluzi, lustra, mebel, texnika hamma narsalari qoldirib ketiladi. Kiyim-kechagingiz va pasportingiz bilan ko'chib kelsangiz bo'ldi. Pul zarurligidan zudlik bilan sotuvga qo'yilgan. Planirovkasi qulay, yozda muzdekkina, qishda issiqqina xonadonimizni xarid qilishga shoshiling. Boshqa silib ketmasdan oldin ulguring. Narx-navosini uy tepasida egalar bilan 5 tashlab baraka qilsangiz, kelishtirib chiroyli narxga berishadi. Aynan shu uyga tegishli shaxsiy stoyankasi ham bor. Ikkita mashina bemalol sig'adi. Manzil Chilonzor tumani 9-kvartal 7-dom 18-xonadon. Orientir 184-maktab. Videoga rechani bosib 4 xonali chiroyli uy qidirib yurgan qarindoshlarga jo'natamiz.